Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli ikki oyoqli obunachilar, ahvolingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Sog'ommisizlar? Inshaalloh sizlarga faqat bitta narsani iltimos qilaman zo'r boshlashdan oldin. Videoni batafsil ko'rib, hamma ma'lumotlarni eshitib, keyin aloqaga chiqib savdolashsanglar men juda ham xursand bo'lardim. O'zinglarni ham, meni ham vaqtini tejagan bo'lardinglar. Tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun. E'tiboringlar markazida $1800 ga original CF Moto 250 SR modeli. Riders on the storm. Into this house we're born. To'g'ri, $1800 ga original 250 SR keladi. Noto'g'ri eshitmadinglar mana. 2021-yil ishlab chiqarilgan 250 talik original CF Moto. Toza 250 kublik original okela, Xitoy turistlar replikalarni ham bemalol damlarini beraveradigan, o'ynab kulib, oldinlarni ko'tarishga ham aqli yetadigan motor. Mana shu 250 talik injektor motorimizda bo'ladi okela. Maksimal tezligini 150-160 tashkil qiladigan ushbu mototsiklimiz okela 2021 injektor tizimi asosida ishlaydi. Inshaalloh hamma narsalar texnik joyida mana ko'rishingiz mumkin. Beminnat xizmat qilishga tayyor mototsikl. Motorlarimiz soatda ishlab turibdi. Okalar nima uchun buni bunaqa arzon berib yuboramiz? Mototsiklimizni 0 dokumenti umuman yo'q okalar. Shunda olasizlar, haydaysizlar. Keyin men eslatib o'tay okalar. Modda tipi bo'lganmi, yo'qmi? Nimaga arzon u bu deyishinglar tayin. Oldi diskalari zavodskiy o'ziniki emas, Dukasovning diskalari va plus oldi vilkalari almashgan. Nima sabab almashadi okalar? Bizlar ishlamani bekitish yo'q. Mototsikl odatda oldi bilan DTP bo'lganda oldi bashara yoki oldi diskali yoki vilkali almashib ketiladi okalar. Ya'ni Xitoy mototsikli vilkalari o'rnatib qo'yilgan okalar. Oldi bilan DTP bo'lgan, buni biz qilmaganmiz, buni to'g'rilab bermaganmiz okalar. Lekin rama unaqa strashniy avariya bo'lmaganligi ma'lum, o'zimiz tekshirib chiqdik okalar. Yaqinligini polniy pokraska qilib chiqdimlar. Plastmassalarning holati okalar 40-50%. Qanaqa ma'noda 40-50% men aniqladi, zazorlari bor. Ozgina shaqillab qolgan joylari bor. Endi qo'ldan kelgancha egalari o'zi boshqa joyda qildiribdilar. Mayda chutalarni qilib oldim. Aka, xudo xolasa yomon emas. Yaxshi deyaptilar, mana ozgina plastmassada zazorlari bor. Lekin puliga yarasha okalar ishonaveringlar. Holatlari zo'r turibdi. Olib haydan masa qilib, kim replika degandan ko'ra bemalol masa qilib, beminnat xizmatlarni qilgani mana mana shu apparat yaxshi. Ikkinchi, главный probegi qancha yurgan deganlar uchun okalar probegi noma'lum. Sababi 1 yildan mana shu tablo kuyib qolgan, okalar ishlamaydi, dars ketib qolgan. Tablosi nech pul turadi desanglar, okalar $250-280 atrofida mana shu tabloning narxi o'zi turar ekan okalar. Bemalol agar xarid qilsanglar, tablolarni ham zakaz qilib beringlar desanglar, olib keltirib chiroyli qilib beramiz. Bu narsalardan muammo yo'q. Egalari bakovoylarni zakaz qilib qo'yganmi, okalar xudo xolasa bakovoydan muammosi yo'q deb aytdilar. Boshqa joyda men texnik rasxod ko'rmadim okalar. Olasizlar, haydaysizlar xudo xolasa. Yaxshi benzinni qo'yib, maza qilmaysizlar. Masalalar hal okalar. Pastki nomerlarga murojaat qilasizlar, sizlar bilan ikki oyoqli kanali bo'ladi. $1800 sunnatiga ozmoz o'tib beramiz. Aloqada ko'rishguncha.